Bismillah. Ben keldizmi? Bugun senga. Hazırlaşmasın mı? Ne hazırlashaman? Buni ustozingizga berasiz. Ne ustozimga beraman? Unda odamda bir did bo'lishi kerak-da. Erkak kishi ayolga otganda unda qarab olish kerak nima otganda. Hozir trendli zo'r gullar chiqib ketgan. Pion, pianovidniy roza. Siz kelgan gulingizni qarang. Kim bunaqa gullar, yana nimadirlar berib qo'ynimni ola olmaysiz. Mani pullaringizni sotib ola olmaysiz. Aytgancha men bunaqa gullarni bu kasalxonada yotganlarida ko'nglarini ko'tarish uchun berardim. Baribir qarisiz-da. O'zi 35 ga kirganlar unaqa qaramas. Siz o'zingiz ham fikrlashingiz ham qarib qoling. Sal zamonaviyroq bo'lsangiz bo'lmaydimi? Sal yon atrofga qarang. Baribir ham qariligingizga tortasiz-da. Shahzoda, Nima? ne tokshiga o'tirib olding? Konsiler shitga yaxshi kelyapti-da. Shamollab qolmagin yana. Nima qilibdi? Pulingiz ko'p-ku, shamollasam davolatasiz. Ota-onam ham shu pullaringizni uchib berib yuborishdi-yu mana. Ay qarab. Biz ham bir maza qilib ko'chaga chiqib sayr qilmaymizmi? Qancha bo'ladi birga aylanmaganimizga. Nima deysan? Yana lavash yegan olib borasizmi? Siz o'z fast fooddan boshqa joylarni bilmasangiz ham kerak-a? Xorri, Basri bobo, shunaqa joylar borligini bilasizmi? Yo'q, siz bilmaysiz. Bilganingizda shunaqa kiyinib yurarmidingiz? Keyin ko'chada siz bilan yurgani uyalaman. Ko'rganlar amakisi bilan yuribdi deb o'ylaydi. Uni ustiga ko'chaga chiqqandan keyin qo'pol odam bo'lib olasiz. Kimdir bundoq qarab qo'ysa ham, u yoqqa o't, bu yoqqa o't deb asabimni buzasiz. Chiqmayman siz bilan ko'chaga. O'zimga qarang, nima siz uylanmagansiz, 35 yoshga chiqib, pullaringiz bilan ota-onamni ham avrab menga ega bo'lib oldingiz. Umrim o'tib ketganini sezmay qoldim. Oilamni, o'zimning yetishmovchiliklarimni to'g'rilash uchun butun umrimni sarfladim. Tijoratimni yaxshilaganimdan keyin ilm oldim. Ilm o'rgandim. O'zimga kerakli bo'lgan narsani olgunimgacha 35 ga